Mana bunaqa mol bo'lsin, yangi qochgan bo'lsa ham mayli, bolasi xunajinidan bo'lsin. Kuzga borib bolasi ham qochib qolsin deydiganlarga. Mana bunaqa qora chorni panterasidan bo'lsin, 8 oylik bo'lsin, birinchi qoringa bo'lsin, kurakchlari bo'lmasin deydigan aka-ukalarimizga. Mana bunaqa gibrid variantidan oq boshidan bo'lsin. Mahsuloti zo'r bo'lsin, 8 oylik bo'lsin deydigan akalarimizga. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i. Bir akamizni xonadonlarida biz Priyamoy dehqondan akalar, dehqon sarxajolat qilganligi uchun videoga tushmayapti. Ya'ni o'zimizga chiqib bemalol aloqaga chiqib sotib olishinglar mumkin akalar. Bugungi sanamiz 2026-yil 12-may sanasida turibmiz. Bir qator mollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, Priyamoy dehqondan bo'lyapti. Dehqonchilik mollar. Sizlar xotirjam bo'lib sotib olaverasizlar. Dastavkalarni biz yo'lga qo'yib beramiz, xudo xohlasa. Dehqondan dehqonga ketadi. Mana bunday mollar kimi qiziqtirsa, mashina nomeriga chiqib, aloqaga chiqib bemalol sotib olaverasizlar. Molimizni holatiga keladigan bo'lsa, bo'ylari 120 plyusda. Qorni bo'lasi 8 oylik. Narxi 24 million yana kami bor. Nima bo'ldi akalar? Xulqi zo'r, ishlatadi, sog'diradi. Dehqon sog'ib ichib yurgan mol ekan. Endi mana bu variantga keladigan bo'lsa, dehqon bugun semental buqiga qo'yib qo'yibdi, videoga olib qo'yibdi. 8 litr suti bor ekan akalar. Hozir emizib qo'yibdi mana. Sog'ib olgan, kechki payt bo'lyapti. Soqqan variant. Bolasini ham ko'ryapsizlar, bellari bitgon bo'layotibdi. Tishlari 8 ta. 3-qorini tuqqan ekan. Men buni tuqqanligini aytmabmiz. Akalar, molni kuragi 6 dona. 2-qoringa xudo xohlasa. Sifati zo'ridan so'raganlarga. O'ta qo'pol variantidan ekan akalar. Bemalol chiqib sotib olishingiz mumkin. Ona bolamizning narxi 25 million yana kami bor. Bemalol aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Endi chorni panterasiga keladigan bo'lsa, kurak tishlari yo'q, bo'ylari 120, 8 oylik bo'g'oz birinchisiga. Sifatini qarang akalar. Videoda endi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa uzr so'raymiz. Chunki biz yangimiz akalar. Yangi olyapmiz. Endi sekin kanalni rivojlantiryapmiz. Sekin ko'rib sotib olishingiz mumkin. Chorni panteraga keladigan bo'lsa, akalar 22 million kam bor. Kurak tishlari yo'q. Birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. Nima deyapti? Molimizning holatini qarang. O'ta go'zaldan bo'ldimi? Dehqondan bo'ldimi? Ozgina video bo'ldimi? Ozgina mehnatimizni qadrlab bitta like gumullatib, obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa Priyamoy dehqondan obzor qilib turamiz akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.